Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hürmetli ustazlar hem tanlığımızın aziz imaları. Qonaqlar hem zirikli tanlığının aziz şarkirleri. Respublika Joxar Oku Orulari Üstün Jaslar arasında o'tkazilib ketilgan Qonaqlar hem zirikler ko'rik tanlovning 2014-yilgi final bosqichina xush kelibsiz. Tanlovda o'tkazilgan maqsad jashlarimizning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazib, ularda kelishga kamil inson bo'lib qalbisini ko'maklashu. Eng bastisi ana vatanga bo'lgan sodiqlik ruhida tarbiyalau bo'lib hisoblanadi. Aziz do'stlar, biz sizlarni ko'p kuttirib o'tirmay, o'rtamizga bugungi final bosqichida qatnashadigan komandalarni sizlarning qo'llab-quvvatlovlaringiz ostida sahnamizga rad etamiz. Birinchi bo'lib sahnaga Buxoro mamlakati universitetining Afandining jiyanlari komandasi. Ikkinchi qatnashuvchi Berdaqatda Qoraqalpoq mamlakati universitetining Shayxun komandasi. Üçüncü qatnashuvchi Kamolov Jaslar jamiyati harakati Qashqadaryo viloyatining O'zbegim beklari komandasi. Dördüncü qatnashuvchi Buxoro Jo'xori texnologiyalar muhandisligi institutining omadli jentelmenlar komandasi. Beshinchi qatnashuvchi Urganch mamlakati universitetining Yoshullar komandasi. Hamda altıncı qatnashuvchi Ajin Azabning Nukus mamlakati komandasi. Aziz ko'rik tanlovimizning aziz ixlosmendlari, bugun Shanida 7-chi komanda qatnashib o'tiribdi. Albatta bu bugungi ko'rik tanlovimizni adil baholab boruvchi Kurashlar qurami. Kurashlar qurami boshlig'i, Qonaqlar ziriklar ko'rik tanlovining bosh rejissyori Shukrullo Mahkamov. Qonaqlar ziriklar assotsiatsiyasi javobli xizmatkari Zoirjon Umarov. Rejissyor Avazjon Talibjonov. Aktyor, so'z ustasi Hasan Tayrov. Qonaq Progress javobgarligi cheklangan jamiyati Xorazm viloyati filiali direktori Azizbek Avezov. Ana do'stlar, komandalarimizni barchalarimiz tanishib o'tdik. Endi komandalarga birinchi bosqichga tayyorlanib ruxsat beramiz. Umid hammangizga yar bo'lsin. Aziz do'stlar, tanlovimizning tegarga sho'rko'mas turishlari bilan tanishtirib o'tamiz.
Tikarga Şölkemestiruvchi Kamolot Jaslar Jamiyati harakati O'raylik kengesi. Pulnan Progress javobgarligi cheklangan jamiyati. Birga so'zlishi TM o'quv o'rayi abituriyent gazetasi. Endi bugungi bellashuvimizdagi komandalarga omad bo'lib tilab qolamiz hamda birinchi bosqichimizda boshlaymiz. Birinchi shart tashrif sharti final muborak deb ataladi. Bu shartda har bir komanda a'zolari o'zlarining bilimlendiruv o'rinlari haqida to'liq ma'lumot beruvi ham teatrlashtirilgan satirik ko'rinishlar, hazillar orqali yoshlar mashg'ulotlarini olib chiquvlari kerak bo'ladi. Qarshılash komandaga hurmat saqlagan holda salim yo'llaydi. Shartda hazil, yumordan foydalanish lozim, biroq kemsituvga yo'l qo'yilmaydi. Quvnoqli kamchiliklar komanda a'zolarining diqqat o'rayida bo'lishi shart. Tashrif sharti 6 minut beriladi, maksimal ball 5 ball. Vaqtdan o'tib ketgan komanda ham qolaysiz eski asirlardan foydalangan komandalarga jarima solinadi. Birinchi shart bo'yicha komanda a'zolari izlashda sahnamizga rad etamiz. Demak, birinchi bo'lib sahnamizga Buxoro mamlakatlik universitetining Afandining jiyanlari komandasi o'rtada rad etamiz. Bugun final ostonasida Buxoro amirlari, Xorazmdan Xorazm xonlari, Qoraqalpoqdan Qoraqalpoq beklari, Qarshidan esa Temur farzandlari tashrif buyurishgan. Bugungi finaldan barchaning umidi katta. Xullas kalom Nukus Qarshi sahnada Buxoro. Ukajonim, Qoraqalpoqlik bugunimdagi kaneshla bilan Qoraqalpoqchami? Bitta chiroyli qilib gapirib bering Qoraqalpoqlar uchun aka. Ukajonim, men Qoraqalpoqcha gapirganimda zal turib ketadi ukajonim. Bitta ishtay. Bugun Qoraqalpoq chempion. Aka Qoraqalpoqchani ku chiroyli qilib gapirdingiz. Bu joyni bilasizmi? Ukajonim, men Qoraqalpoqni Ayoz qala, Tuproq qala, Xo'jayli, Bratiga, Ajiniyoz degan joylarni bilaman jonim ukam. Nima tushunmadingda qaytaring. Nima? Tushunmading? Ukajon, bilmasang bilib ol. Qoraqalpoqliklar bitta gapiradi, to'g'rimi? Buni qo'yib, bugun final o'yini, bugun juda ham kuchli o'yin. Mana shu kuchli o'yinga kim nima narsa olib keldi? Aka Qoraqalpoqliklarda Qaratov degan odam bor, to'g'rimi? To'g'ri. Ammo bular uchun Buxorodan maxsus Aqtov degan odam olib keldim-da. Aqtov? Ha, sen olib kelding. Endi aka mana bu Buxoro sharafdan Aqtov oyoqni olib kelibdimi? Ha. Men shu uchun aka Zakska olib keldim. Zakska? Ha. Normalni. Sen olib kelding. Men fokus. Fokus? Ha. Qanaqa fokus? O'z ko'rsataman-da. Shumi, tamommi? Boshqa narsa yo'qmi? Yo'q, yana bor hozir. Mana yoqda zo'r fokus bor. Qani. Yo'qoshlar. Afandining janlarida ilk sahna ko'rinishi Yuseldan reklama deb nomlanadi. Ko'ramiz. Ha, 30 bo'ldimi 30? Ha? Singlim 30 bo'ldimi? Ha, 30 bo'ldimi? 25. Ha, 25 mi? Ha, 30 bo'ldimi? Ha, 30. Aka 30 bo'ldimi? 50 bo'ldi. Qimmat bo'lar ekan bu domla. Davom etamiz azizlar. Bizda keyingi sahna ko'rishi Rahimdul Fokuschi deb nomlanadi. Marhamat.
soldat deb nomlanadi. Marhamat. O'rtoqliklar, sizga ikkita xabarim bor. Biri yomon xabar, ikkinchisi yaxshi xabar. Gapir. Yomon xabardan boshlaymi, yaxshi xabardan boshlaymi? Yomon xabarni ayt. Yomon xabar shundaki, bitta ham yaxshi xabar yo'q. Yaxshi xabarni ayt. Hozircha bor xabarlar shu. O, bo'ladi. Afandining ijolaridan navbatdagi nomer casting deb nomlanadi. Marhamat. Assalomu alaykum akram. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Tinchsiz? Kastingga yo'qolgansiz mana. Yosh ixtilolatlarni bolalar keldi. Nima qilmaysiz? Qo'yni qilmaysiz? Uni emas. Yalma qo'ysin. Mo'la qilmaysiz? Mo'la qilmay bo'ldi. Uni emas. Yalma qo'ysin. Xo'roz qilmaysiz? Xo'roz qilmaysiz? Uni emas. Nima qilsin? Kamera qilasizmi? Kamera qilib. Uni emas. Nima? Talat, mana ummatlar yo'q ko'rasiz. Hech qishdan mana shuni o'zi hamma talat mana shu. Stop, qaytib qo'yni qilsin. Qo'yni qilmay qo'y. Uni emas. Bunaqa emas, mana bunaqa mana. Qilish talant siziga qarang. Nima demoqchimiz? Bizdan tashqari yana 5 ta jamoa chiqadi. Bizga qo'yib bersangiz, biz bilan chiqaveramiz. Просто ularga rahmimiz kelib tezroq tugatmoqchimiz. Rahmat. Demek davom ettiramiz. Birinchi bosqich tashrif sharti final muborak deb ataladi. Navbat sahnaga Berdag'atda Qoraqalpog'iston mamlakatining universitetidan Shayxun komandasi. Navruz, Nukusda musiqali fantan yo'q-ku? Sharafat, buni sen bilasang, men bilaman. Ona Toshkentdan kelgan qo'noqlar qayerdan bilib, maqol tanqid kerak. Ha, bu issiqda ozgina yomg'ir bo'lsa chakka bo'lmasda. To'g'ri. Voy bo'lsa, Nukus amfiteatrida jovun javdiri bo'yicha 2 marta Qoraqalpoq chempioni Canım zaya olasınız. Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum doktorlar.
degan so'z aytdingiz-ku? Xo'p, hozir. Peki, qulaqlarimiz direktor ko'kdan olib, jüriler kuralına bir müracaatimiz var. Şükralar. Kıvende qulaqlarimiz direktorda altın çıkarılgan hazillerde qaytalığa bo'lmaydi ekan. Xabaringiz bo'lsa, yadingizda bo'lsa, o'tgan yili Shayxun Kıven komandasına kubokni bermay hazil aytishib yuribsiz. Bu hazilda bugun qaytalığa shart edasiz. Katta oğlum Şarof. Men senga bir sirni ochishim kerak. Sen mening o'g'lim emassan. Sen qo'shnim Eshmatning o'g'lisan. Tushunmadim. Ana, men sizning o'g'lingizman. Yo'q, men emas, qo'shni Eshmatning o'g'lisan sen. Ana, men sizning o'g'lingizman. O sen kimsan birovning uyiga kelib janjal chiqaradigan? Yo'qoligingga. Ana, o'ying endi. Dada dema meni. Ana, o'ying. Dada dema meni. Yo'q, hozirman. Chunki bugungi o'ynaydigan jamoalardan Braziliyaga ham, Chiliga ham biz bugun qilmaymiz. Birinchi bosqich bo'yicha o'z o'yinlarini ko'rsatgan Shayxun komandasiga shapaloqlar bo'lsin. Davom ettiramiz. Birinchi bosqich bo'yicha navbat sahnaga Kamolchilar jamiyati harakati Qashqadaryo viloyati O'zbekim Beklar komandasi sahnaga boradi deymiz. Marhamat.
Axir siz Qashqadaryodasiz-ku? Yo'q, rostdan o'zimni xuddi Qashqadaryodagidek his qilyapman. Mana bizada ham havo 50 gradus, bularda ham 50 gradus. O'xshashlikni qarang. Bizada ham dengiz yo'q, bularda ham dengiz yo'q. Ko'ppa to'g'ri. O'xshashlik tomonlarini qarang. Qashqadaryoda ham Q, Qoraqalpog'istonda ham Q. Haqiqatan ham. Bularda tarixiy ham o'xshash. Bularda ilgari kelin o'g'irlash odati bo'lgan. Bizlarda ham bo'lgan, ha? Aka bu hozir ham bu. Haqiqatdan ham rosa o'xshash, hatto tomoshabinlar ham o'xshashi. Bizlarda ham yaxshi qarsak bo'lmasdi, bularda ham yaxshi qarsak. Bir minut, do'stim, bir minut. Qarang, hozir ham bor bu odatda bir kelinni o'g'irlab olib ketdingiz, qaytarib olib qo'yib, kayfiyat yo'q, qaytib tushib ketyapsiz, tinchlikmi? Aka so'ramang-ye. Nima gap? Buni mendan oldin 2 marta o'g'irlab ketishgan ekan. Qo'l qarang yerga tegmabdi-da. Assalomu alaykum go'zal Qoraqalpog'iston va go'zal Qoraqalpog'istonliklar. Va nihoyat Qashqadaryoning O'zbegim beklari jamoasi Qoraqalpog'istonga yetib kelishdi. Ilk lavhamiz mana shu haqida. Suv. Hey bola. İşme bunu zehirleniyor musun? İşme. Kechiras aka. Gapingizga yaxshi tushunmayapman. Mehmon basi. Ha, men Qashqadaryodan, O'zbegim beklar jamoasidanman. O'ziga keldingmi finalga? Ha. Buni krujkalab ichatdimi? Xo'p. Ana baklashga jamoadoshlaringga ham olib bordim. Xo'p aka. Buxoro ham sizlar bilan birgami? Ha, birgamiz. Buxoro ikkita, Ha, ikkita. Buxoro bering, hamma. Rahmat aka. Moda so'zi o'zbekchaga tarjima qilinganda bozorda bundan boshqa narsa yo'q-da degan ma'noni bildiradi ekan. Bizga keyingi sahna ko'rinishi laycha deb nomlanadi. Yaxshi, to'xtang, bir minut. Men qarang, men siz bilan tanishmoqchiman. Yaxshi, telefon raqamingizni berib keting. Yaxshi. Men qarang, yaxshi. Aylanib ketyapti ranglar. Voy, yaxshi. To'xtang, telefon raqamingizni berib keting. Hech bo'lmasa siz aytib keting, qo'ysangizchi. Voy, yaxshi. To'xtasangizchi. Men qarang, men sizni ko'rdim, sevib qoldim. Nomer berib keting. Qo'rqoqlik oxir-oqibat maqtanchoqlik asoratini olib chiqarar ekan. Demak, tomosha qilamiz keyingi hazilimiz ikkita qo'rqoq odamning uchrashuvi. Bilasanmi jonim, men sen uchun любой yetirib berishga rozi. Hammadan qo'rqdingiz? Qo'rqqanim yo'q, prosta gretda saqlanish kerak-ku. Atak men ozgina sevarsam, tushunmadim. Ko'zingga qarayib, orqaga o'tib turdi shunday. Aka sho'rmani Ko'rdingmi vaqt qashadi? Atak men uzoqdan Brusliga o'xshaydi. Bizni vaqtimiz chegaralanganligi uchun shartimiz so'ngida nimadir demoqchi emasmiz.
O'zlaringiz tushunib olasizlar. Rahmat. O'zbekiston beklar komandasini shapaloqlab qo'yamizlar. Davom ettiramiz. 4-qat'iy turishimiz. Birinchi bosqich bo'yicha navbat sahnada Buxoro Jo'g'ari texnologiyalar muhandisligi institutining omadli jentelmenlar komandasini o'rtaga qo'yamiz. yil mavsumi Quvnoqlar va Zukkolar final o'yini. Nukus sahnasida siz sevgan, siz kutgan omadli jentelmenlar! Assalomu alaykum ahli Qoraqalpoq. Sizga xush kayfiyatlashgan holatda sahnada omadli jentelmenlar! Ahmudjon, g'alaba. men tushunmadim. Men qarsak sekin bo'ldi. Ya, nima biz hech kim tanmaydi demoqchimisan, yangi til demoqchimisan. Hamma bizani taniydi. Biz super finallarga chiqdik. Birinchi o'yinni oldik, Samarqandda o'ynadik, Xorazmda o'ynadik. Hamma taniydi bizani. Tanisa bo'lmasa boshqadan salomlashaylik. Boshqadan salomlashamiz. Assalomu alaykum, Nukus sizlar uchun sahnada omadli
Edip, Ozod aka. Men bu sizni birinchi ustozlaringiz qayerdan chiqqan? Nukusdan. Jamshid, o'zing Nukusga qayerdan kelding? Buxorodan aka. Aytma, joyingda bo'l. Sizlarga final muborak degan holda Buxorodan omadli jentlmenlar tayyormisizlar? Ha, boshladi! Azizlar, omadli jentlmenlar jamoasidan dastlabki sahnaviy ko'rinish. Nukuslik o'ta madaniyatli yigit sevgan qizi bilan ko'chada ko'ramiz. Canım, men sizga bir yaxshi gap aytmoqchiman. O'sha para o'ylanishim kerak-da. O'sha uchun qani ostiga. Men bu yerda ko'rmak. Bu yangi tufligim bilan qanday ko'rmakdan o'taman? Vay, nukuslik madaniyatli yigit bilan ketyapsiz, jonim. Jonim, asalim. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Canım, yaxshi, hamma sizni. Endi Nukusda havo sovuqni shamollamak deyman-da. Yur. Madaniyat mavzusini davom ettirgan holatda omadli jentlmenlar jamoasidan navbatdagi sahnaviy ko'rinish. O'ta madaniyatli sotuvchi hamda o'ta madaniyatli xaridor ko'ramiz. Kim sotdi menga uni? Kim sotdi? Kim Beroq aka siz sotdingizmi? Kim hakamlardan kim sotdi menga? Kim sotdi menga? Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz sotdingizmi? Nimani sotdingiz menga? Nimani sotdingiz? Aka, kalbasa sotdim. Qanaqa kalbasa bu? Yaxshi kalbasa tishla uni, tishla. Tishlayapman, ye uni, ye. Yaxshiroq, qataroq tishla. Ha, qanaqa ekan? Yaxshi ekan. Zo'rdi. MTJ'nin direktörü qara. Endi pasportni. Rozvet aka. Rasmni qara. Aka, sizga o'xshar ekan. O'zimku. Nima deyish kerak? Rahmat aka. Rahmat qani? Tashakkur aka, tashakkur. Ha, shundoq bo'lsin. Rozvet kalbasalar doim sizlar bilan asizlarim. Bugun mana KVZ finali bilan bir qatorda futbol jahon chempionati finali bo'lyapti. Buni qarangki, KVZning finaldagi jamoalari xuddi jahon chempionati jamoalariga o'xshab ketadi. Masalan, Turon jamoasi. Qaysi jamoa? Turon jamoasi mana Braziliyaga o'xshaydi. Braziliya kuchli. Ko'rma mana. Qanaqasiga Braziliya? Chunki uyda o'ynayapti-ku. Braziliya uyda o'ynayapti. Yaxshi, Jayxunchi. Jayxun ikkita Braziliya ekanda. Kechirasiz, bu shovozlachi? Shovozlami? Ular Ispaniya. Chunki mana Ispaniya o'tgan jahon chempionatida chempion mera bo'ldimi? Shovozlar ham chempion bo'ldimi? Bu jahon chempionatida saralashdan ham chiqolmadi-yu. Otaga so'raganlar yo'q. Bizning jamoa omadli jentlmenlar jamoasi. O'zi turibdi-yu. Gollandiya. Qanaqasiga? Nima qildik? Ispaniyani 5 ga urib tashladik-ku. Aka, qarshi. O'zbeklarmi? Ular finalga chiqdimi? Dalchi, yana kim? Aka, hakamlarchi. Hakamlar o'zi aytib turibdi-ku, mana. Hakamlar qara. Aziz Ermatov, Hasan Ermatov, Shukur Ermatov, Avaz Ermatov. Muxlislar. Muxlislar eng zo'ridan muxlislar bilan O'zbekiston terma jamoasi futbol bo'yicha pastdan finalni faqat tomosha qiladi bular, tamom. Sizlar uchun sahnada omadli Davom ettiramiz. Birinchi bosqich bo'yicha navbatda sahnada Urganch mamlakatlik universitetining yoshullar komandasini sahnaga olib kelamiz.
Turon ham Qoraqalpoq. Men nima deyapman? Men nima deyapman? Sen nima deyapsan? Sen nima deyapsan? Biz nima deyapmiz o'zi? Salom berdik do'stlarga, salom berdik qizlarga, salom berdik yigitlar, salom berdik Xorazmlik mujiklar. Jamol aka, qaysi tilda salomlashdingiz? Ey Azizbek, o'zi Jamol akam boru, haligi daryodan o'tgandan keyin sal boshqacha bo'lib o'zgarib qolgan. Jamol aka, Xorazmlisiz-ku? Kim menmi? Ha? Qayda ko'ringiz bunanda turli Xorazmda? O'tdi Jamol aka, siz Qoraqalpoqsiz. Xudoga shukr Qoraqalpoqman. Jamol aka, biz esa safdan bu yoqda Xorazmlikmiz. Bizchi Xorazmlik bo'lganimizdan